Assalomu alaykum. Men Beshariq shahridan keldim. Kasalligim oshqozon qizilo'ngach grijasi bilan hastalangandim. Ko'p yillar davomida davolanib yurar edim. Ana Allohga shukrki, mana shu Kompos klinikasini topdim. Mana shu yerga keldim va meni operatsiya qilishdi. Mana kelganimdan holatim juda yaxshi. Bir kundayoq menga yaxshi o'zgarish berdi. Xizmat ko'rsatgan shifokorlar va mana shu ishchilarga kattadan katta rahmat deyman. Menga o'xshagan kasallar bo'lsa, mana shu yerga kelinglar, oldini olinglar kasalliklarni, yaxshi davo topib ketasizlar degan umidda sizlarga yaxshilik gaplarimni bildirib qolyapman. Nechta joyga bordingiz? Men bir ikkita nimalarga borib keldim, bundan tashqari doktorlarga, vrachlarga ham nima qildim. Aytdim shu kasalligimda endi dori-darmon bilan ko'proq shu davolanib yurdim, lekin yaxshi natija bo'lmadi. Kelganimga mana endi 3 kun bo'lgan bo'lsa, bir kunda qilishdi, bir kunda natija berdi menga. Sizlarga ham murojaatim shu, kasalliklarning oldini olinglar, Komposga kelinglar, yaxshi natijaga erishinglar degan umiddaman.